osoyishta tong. Tabiat qo'ynida erkin bobosi bilan baliq ovlamoqda. Ko'lning narigi tomonida esa chegarachilar xushyor xizmatda. Bobo, ular kim? Nega bu yerda yurishibdi? Ular chegarachilar o'g'lim. Sarhad himoyachilari. Sarhad degani o'zi nima? Ular nimani qo'riqlaydi? Sarhad bu vatan ostonasi. Ular vatanimizni, xalqimizni, sen bilan meni ham qo'riqlashadi. Kimdan? Bizga kim yomonlik qilishi mumkin? Yovuz niyatli kishilardan. Yurtimiz tinchligiga ko'z olaytiradigan dushmanlardan qo'riqlaydi.